Darvozalarda arzon joydan so'raganlar uchun birinchi qo'l oilaviy ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz. Bu yerda hozir ko'rib turishlaringiz mumkin 5 xil fasollarda bor ekan, undan tashqari 100 xil oshli fasolda bemalol tayyorlab berishar ekan. Bo'lsa usta Orifjondan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Charchamolyapsizmi? Rahmat aka. Qarang, obunachilarimizga xudo xolisa chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Skidka qilib yuboribsiz yil oxiriga, to'g'rimi? Yil oxiriga xudo xolasa skidkalarimiz bor. Bo'lmasa chiroyli qilib qisqacha qilib ma'lumotni beraveramiz. Xudo xolasa boshlaymiz bo'lmasa. Birinchisi kraskadan oldingi holat, to'g'rimi? Kraskaga tayyor holatdagi darvozamiz. Kraskadan oldingi holat qanday bo'ladi deganlarchi, mana shunday holatda bo'ladi. Xo'sh, materiallar qandayda ishlatiladi? Darvozamiz 2 arkali darvoza, stoykalari 8 ga 8 bo'lgan, 1,5 stenkada, profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stenkada. Listlarimiz 1-2 lik sharmarka list bo'ladi. Zamoklarimiz zubr bo'ladi, pastlariga shillar qo'yib beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib. Zo'r. Kelchiq bo'lsa yo'llariga ham shillar qo'yib beramiz. Yo'llariga ham shillar qilib beraveramiz, xudo xolasa. Bunimiz zakazga tayyorlanganmi? Zakazga tayyorlangan darvozamiz. Qayerga chiqib ketadi? Bu darvozamiz Toshkent viloyatiga o'rnatiladi. Toshkent viloyatiga o'rnatiladi. 1 kvadrat metri qanchadan chiqyapti? 1 kvadrat metri bu darvozamiz 750 ming so'mdan tayyorlab berganmiz akamizga. Xudo xolasa razmerlariga keladigan bo'lsak, 3.30 bo'yi, eniga 3.50. Qanchaga tayyor bo'ldi? Jami summasi 8,5 million so'mga shu holatga tayyor bo'ldi. Shu holat 8,5 million so'mga tayyor bo'ldi. Tushunarli. Keyingimizchi? Bu darvozamiz ham 2 arkali darvoza, faqat materialda ozgina farqi bo'ladi. Stoykalarimiz 8 ga 8 bo'ladi, 1.7 lik stenkada. Profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stenkada, listlarimiz 2 lik bo'ladi. Qalindan bo'ladi, xudo xolasa. Kraskalarga lazerli listlardan havo kiradigan joylar. Lazerlar, tepalariga lazer qo'yilgan, xudo xolasa, havo aynab turish uchun. Bunimiz narxi qanchadan qilib berdik? Bu darvozamiz narxini 1 kvadrat metrini 8 ming so'mdan tayyorlab berdik. Buni zakazgami, sotishga? Yo'q, bu darvozamizda joyi, razmeri to'g'ri keladigan bo'lsa, o'rnatib beraveramiz shu holatda. Razmeri necha necha? Bu darvozamizning razmeri eniga 3.40, bo'yiga 3.30. Qanchaga tayyor bo'ldi? Shu holat 9 million so'mga tayyor bo'lgan darvoza. Bizni kanaldan chiqsa qanchadan qilib beramiz? Sizni kanalingizdan chiqsa aka 8,5 million so'mga olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dostavka ustanovkasi. Dostavka ustanovkasi bepul aka. Zo'r. Keyingimiz bu darvozamiz 1 arkali 2 qavatli darvozamiz. Materiallari 8 ga 8 bo'ladi, 201 lik, profillarimiz hop 6 ga 4, 1,5 stenka, listlarimiz 201 lik bo'ladi. O'rtalariga gulli list bo'ladi aka. Zo'r. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, aka bo'yiga 3.60, eniga 3.50. Zakazga tayyorlanganmisiz? Zakazga tayyorlangan darvoza. 1 kvadrat qanchadan chiqadi? 1 kvadrat metr 900 ming so'mdan tayyorlab berganmiz akamizga. 900 ming so'mdan. Qayerga chiqib ketadi bu? Bu darvoza o'zimizning Rishtonga o'rnatiladigan darvozamiz. Rishtonga zakaz bo'lgan. Общий summasi qanchaga tayyor? Общий summasi 11 million 300 mingga shu holatda olib borib o'rnatib beramiz. Zo'r. Vodiy bo'ylab O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkasi aytib o'tilganda bepul. Xudo xolasa. Qarang, bundan tashqari Dubay fason bor. Haytek fason bor, Samarqand fason bor. Tayyorlab beraveramiz. Ularni ham tayyorlab beraveramiz. Eng arzon 1 kvadrat qanchadan boshlanadi? 550 ming so'mdan bo'ladi aka, eng arzoni. Eng qimmatichi? Eng qimmati va 3 qavat, 4 qavatli darvozalarimiz bor. 2 milliongacha boradi aka. Ketaveradi, ha? Ketaveradi. Zo'r. Rangi o'zgarsa, misol uchun xohlagan rangini qilib berilaveradi, narxi o'zgarmaydi. Narxi o'zgarmaydi aka rangiga. Keyingimizchi? Afsona fason darvozamiz aka. Xo'p, ma'lumoti stoykasi 8 ga 8 bo'ladi, 201 lik stenkada, yo'llari hop 8 ga 4 bo'lgan, 1,5 stenkada, listlarimiz 2 lik bo'ladi, shumkali bo'ladi aka. Nejvinkali holatda aka bu darvozamiz. 1 kvadrat qanchadan tayyor? 1 kvadrat metr 1 million 100 ming so'mdan shu holatda tayyor bo'lgan darvoza. Общий summasi qancha bo'ldi? Общий summasi 10 million so'mga. Agar joyi chiqsa o'rnatib beraveramiz bu darvozamizni. Joyi chiqib qolsa 10 million so'mdan ham narxi o'tib beriladi. Narxidan o'tib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Zakaz qilinsa narxi 1 million 100 ming so'mdan. Keyingimizchi? Bu darvozamiz Haytek fasonda arzonlashtirilgan holat aka. Hop, materiallari 8 ga 8, 201 lik stenkada. Profillarimiz 6 ga 4, listlarimiz bunda ham 2 qavat bo'ladi aka, 2 lik bo'ladi aka. Zamoklarimiz xudo xolasa zubr bo'ladi, zo'rdan bo'ladi. Zo'rdan bo'ladi. 1 kvadrati? 1 kvadrat metridan buni 1 million so'mdan tayyorlab beraveramiz aka. 1 million so'mdan. Orqasi tekis bo'ladi. Orqasi darvozalarimizniki tekis bo'ladi. Qarang, misol uchun orqa oldini ham bir xil qilish ilojisi bor. Orqa oldini bir xil qilsa bo'ladi aka. Narxida o'zgariladi. Zo'r. Manzilimiz? Manzilimiz aka Farg'ona viloyati Rishton tumani Jalil qishlog'i aka. Misol uchun bu yerda ko'rmagan fasonni Telegramdan kataloglarni tashlab berilaveradi. Tanlaganni qilib beraveramiz. Chiroyli narxlarda ustanovka, dostavkalar bilan qilib berishadi. Xudo xolasa aka o'rnatib beramiz chiroyli qilib. Zo'r.
Adashmasak hamma ma'lumotlarni berib o'tdik. Narxlari yoqqan bo'lsa bemalol zakaz qilishlaring mumkin. Mana shu ustalarning mehnatiga bitta like bosishdan chiqmasa, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Ustiga ma'lumotlar uchun rahmat. Rahmat aka. Hop.